Xo'p, hammaga assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, Chorvoyim olam kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube Chorvoy ishqibozlari. Qadrdonlar, bugun biz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida Taqsir akamizni Travelga sig'iga kelganmiz. Xudo xolasa Jahongirxon akamning sexlari kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga imkon darajada ma'lumotlarni chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa Taqsir aka, assalomu alaykum. Charchamas, olasizmi, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Xizmat qilishdan biz xursandmiz. Xudo xolasa. O'sha mol qo'y chorvadorlarimizga ancha mushkulini oson qilish maqsadida inshaalloh shu narsani ishlab chiqaryapmiz. Albatta, Xudo xolasa. Xo'p, trabilkalarimiz universal trabilka. Universal trabilka, Xudo xolasa. Trabilka. Bunda qo'l quruq hashak-shaylar tanlamaydi. Somon, makapoya, yelong'oq pirs, beda pirs, pohol, sholi poyalargacha. Hammasini chiroyli chiqarib yuboradi, Xudo xolasa. Bug'doy makalarni ham trabilka qilib beradi, atalab olib qo'yadi. Qo'lmi, quruqmi, Xudo xolasa chiroyli chiqarib yuboradi. Hamma yo'lda chiqaradi. Oborotlari qanaqa ekan? 220 gami, 3 fazla ishlaydimi, qanday aka? 220 razitki suqasi ishlaydi. To'k pasayib ketgan holatlarda 160-170 ta ham ishlab beradi. Motorlarimizga keladigan bo'lsak, 3,5 kilovatliklarimiz bor, 6,5 kilovatlik alyumin o'tkalarimiz bor. Narxi 2 million 700 ming so'm. Qoraqalpoq va Xorazmga kelishiladi. Qolgan joyga dastavkasi bor. Dastavkasi bor, Xudo xolasa. Demak, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor aka. Qoraqalpoq bilan qayerga dedingiz? Xorazm bilan Qoraqalpoqqa kelishilgan holda. Atak O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor aka. 700 ming so'm dastavkaga kirib boradi. Gap yo'q aka. Bizda ham o'tkalarimiz bor, 3,5 kilovatlik, 6,5 kilovatlik, 3,5 kilovatligimiz 3 million so'm. Aha. 6,5 kilovatligimiz 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm, aha. Dastavkasi ichida. Gap yo'q aka. Endi biz hozir mana pichoqlarimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rinishlarni bir fotografiya. Mana materiallar mana asosiy turbadan, qalin turbadan bo'lgan. Qalin turbadan qilingan aka, gap yo'q. Galvanodon. Pichoqlarimiz 18 talik, bez malatga o'y. Qo'l quruq chiqaradi. O'shani hisobiga 18 ta tishli, barabarli, super baraban deyiladi. Zavodskiy narsa mana u narsa. Zavodskiy narsa balansrovka yo'qotmaydi, uncha-munchaga tekis aylanadi. Gap yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib bittadan chiqarib ko'rsatma beramiz aka, Xudo xolasa. Makapoya bilan nima chiqarib beramiz, to'g'ri. Gap yo'q. To'g'ri, mana o'zing ko'zdan mana ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa mana. Ko'rib turibsizlar akalar, ko'zlar bilan ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa. Bexijolat, garantiya, Xudo xolasa akalar. Inshaalloh, gap yo'q. Xudo xolasa mana machaqlangan holatini ko'zlar bilan ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa. Mayligina gap so'z yo'q, Xudo xolasa. Orasida bir
Endi bunga agar mol boqib setga qo'yadigan bo'lsa, bundan ham tez chiqaradi. Chaynab qo'ygan joyi yo'q, xudo xolasa bexijolat, xudo xolasa akalar. Endi aka bitta pishalkamizni ham bitta ko'rsatib qo'yasizmi endi aka? Pishalkamiz qanday endi aka? Pishalkamizdan sotuvda bormi aka hozir? Buni mishalka. Mishalkamiz ham zakazga qilib beramiz, mishalkalarimizni ham. Gap yo'q. Yemallashtiradigan bu hozir Ko'zlarim bilan ko'rib chiqaman mumkin mana. kamida 300 kilo oladi. Aha. Kamida 300 kilo. Bunimizni narx-navosi qanday aka? 7,5 million qilib beramiz. 7,5 million so'm. Dastavkasi qanday aka buni endi? Dastavkasi kelishilgan holatda. Kelishilgan holda aka. Telefon qilasizlar, ko'rasizlar, kelishamiz, xudo xolasa. Uni ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasini chiqartirib beramiz, kelishilgan holda, xudo xolasa. Video tashlab bersa bo'laveradimi? Xo'p, aka bo'lmasa bir drabilkamizda poyalarimizni bitta chiqarib, bitta xudo xolasa akalarimizni ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Ko'rsatib beraylik. Bittada chiqarib berib ko'rsatadigan sababda bularni kraska qilib tayyor qilingan, o'sha hisob bittada ko'rsatib beraylik. Bir xil narsa. Bo'ldi, xudo xolasa. Toshlar mana ko'zlar bilan ko'rsatishlar, xudo xolasa. Yapıyor. Somonimizni ham boyamizdan ko'p turishni o'rganadi. Mayin qilib. Maydalar pachaqlab o'rarkan bunday asal qoldirasiz. Boyamizni mana ko'rib turibsizlar akalar, mana pachaqlab xudo xolasa umuman qattiq boyam qoldirmasdan molga bersa, atak tayyor ham qilib chiqartirib berdi akalar. Xudo xolasa manzilimizga kelib o'tadigan bo'lsak, Yozyovon kurka kelgandan keyin Namangan tomonga ketishdi. Yozyovon limon sharbatini oldida joylashgan akalar. Mana somsaxonani oldidan shuni tushsalar, Ta'sir akamiz sizlarni chiroyli kayfiyat bilan kutib oladi, xudo xolasa. Xo'p, Ta'sir aka, telefon raqamlarini bitta aytib o'tamiz endi aka. Telefonlarimiz 99lik 975 1100. 975 1100. Aha. Hop, 94lik ikkinchi nomerimiz bor. 94lik 342 1100. 342 1100. Reklamalar. Mana o'zi reklamalarda chiroyli qilib mana klass universal nomerlarni chiqartirib qo'ygan, xudo xolasa. Aka, endi sizga ish vaqti qanday endi? Ertamandan kechgacha qachon o'z telefon qilsa bo'laveradimi aka? 24 soat ichida telefon qilinaveradi. Gapi. 24 soat xudo xolasa. Gapi yo'q. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar o'zgalar. Borganda yurgizib ko'rsatib bergandan keyin sanalaveradi. Bo'ldi aka. Demak, drabilkamiz o'z egasiga yetib borgandan keyin pulini tashlab olsa bo'lavergan. Atak ishonchli garantiya akalar o'zgalar, xudo xolasa. Gapi yo'q. Xudo xolasa, bugungi videolar shu bo'ldi, xudo xolasa akalar. Hammaning chorvasiga Alloh barakasini bersin, sog' salomat bo'linglar. Bemalol drabilga xizmat bo'lsa akamizga tortinmasdan 24 ga 7 deyapti ekan, tortinmay telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning chorvasiga Alloh barakasini bersin. Kanalimiz rivoji uchun iltimos bir dona podpiska tugmasiga bosib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.